السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ لعلكم بخير إن شاء الله. هيا نبدأ درسنا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. 122 betdan davom ettiramiz. Matn berilgan ekan. Tadribatun, mashqlar, tayyorgarliklar degan ma'noda kelyapti. Vallohu a'lam. Demak, o'qiymiz. Avvalan iqro an-nassal atiya thumma qum bil matlub. Birinchidan matnni o'qigin quyidagi matnni. Keyin esa talab qilingan narsani bajar. Qilgin qum. Demak, boshladik. Men QR kodini skaner qilsanglar, audiosini eshitasizlar. Yaxshilab. Demak, boshladik. Marhaban bikum asdiqoi. Ismi Adil. Umri 20 عاما. Ana min Fransa, min madinati Paris. Xo'p, tarjima qilamiz. Xush kelibsizlar, do'stlarim, deyapti. Ismi Adil, ismim Odil. Yoshim 20da. Ana min Fransa, men Fransiyadanman deyapti. Min madinati Paris. Parij shahrida. Fransiyaning Parij shahridan ekan. Tuli 170 sentimetr. Tuli uzunligim, bo'yim deyapti. 170 sentimetr ekan. Vazni 75 kilo. Vaznim deyapti 75 kilo. Usrati tatakawwanu min 5 afrodin. Oilam tashkil topadi 5 a'zodan. 5 nafar a'zodan. 5 narsa oilasida 5 nafar a'zosi bor ekan. Abi va ummi va akhi va ukhti deyapti. Otasi, onasi, akasi bo'lsa kerak va singlisi. Abi ismuhu Xolidun va umruhu 50 ayman. Otam, uning ismi Xolid, yoshi 50 da ekan. Va ya'malu mudiron fi sharikatin. Va direktor bo'lib shirkatda ishlar ekan. Va ummi ismuha Fatima. Onam, uning ismi Fatima, uning yoshi 45 ayman. 45 da ekan. Va hiya robbatu baytin, va u uy bekasi, robbatu baytin. Akhil kabiru ismuhu Mahmud. Katta akam deyapti. Kabir so'zini aytyaptimi? Demak, akam degan ma'noda kelyapti. Allohu a'lam. Uning ismi Mahmud, yoshi 23 da. Ayman va huwa ya'malu, aman aytdim. Va huwa ya'malu mualliman, va u o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Va ukhti saghiratu ismuha Sajida. Kelinglar ko'taramiz. Kichik singlim, o'zi umuman singil ma'nosini berish uchun saghira qo'shdi. Singlim, uning ismi Sajida, umruha 15 ayman, yoshi 15 yoshda ekan. Va darastu fi sanawiyati va tadrusu ekan, uzr. Va tadrusu fi sanawiyati, va u yuqori bosqichda o'qir ekan. Maktab 11-sinfdami yoki litseyda o'qiydi. Ana uhibbu usrati kaseeran. Men oilamni ko'p yaxshi ko'raman. Adrusu fil jami'ati fi sanatil ula. Universitetda 1-yilda o'qiyman, ya'ni 1-kursman demoqchi. Adrusu 5 ayyamin fil usbu'i. Haftada 5 kun o'qiyman deyapti. Va ata'allamu fil jami'ati lughatayn. Universitetda 2 tilni o'rganaman deyapti. Huma al-arabiyyatu wal-ingliziyatu. U arab tili va ingliz tili. Li'anni uhibbu ta'allama al-lughat. Chunki men tillar o'rganishni yaxshi ko'raman. Va aqra'u kaseeran fil mu'jami hatta la ansa al-kalimat allati ata'allamuha. Ko'p o'qiyman. Lug'atlarni ko'p o'qiyman. Mu'jam degani lug'at. Hattoki
Teskaridan tarjima qilaylik. Men uni o'rganayotgan so'zlarni unutib qo'ymaslik uchun ko'p o'qiyman deyapti. وأجلس كل يوم ساعة في مكتبي الجامعة لقراءة الكتب. Kutubxonada, universitet kutubxonasida, maktabil jamia, universitet kutubxonasida 1 soat kunida o'tiraman deyapti, kitoblar o'qish uchun. Otlati yawmani, mani dam olish kunim 2 kun bo'ladi. Al-jum'atu was-sabt, juma va shanba ekan. Fi yawmil jum'ati, juma kunida azuru aqoribi, qarindoshlarimni ziyorat qilaman, ko'rgani boraman. Va yawmas sabti, shanba kuni esa akhruju ma'a asdiqai ila al-hadiqa, do'stlarim bilan bog'ga chiqaman. Xo'p, keyingisi askunu fi hayyil madinati, shahar mahallasida yashayman deyapti. Va huwa makanun hadi'un va jamilun, va u tinch va chiroyli joy. Va bijivarihi hadiqatun kabiratun, uni yonida katta bog' bor. Va majjarun, bozor bor. Va masjidun, masjid bor. Va shaqqatuna fi tabiqir rabi'i, bizani kvartira deyapti, 4-qavatda joylashgan. Va hiya tatakawwanu min 5 ghurafin, va u nimadan iborat ekan? 5 ta xonadan. Idofatan ila, shunga qo'shimchasiga ko'ra, solatil julus, o'tirish xonasi ham bor ekan, 5 xonadan tashqari. Chunki chet elliklar yotoqxonasini o'zini hisoblaydi-da, oshxona, boshqa narsalarni zalini hisoblamaydi misol uchun. Demak, o'tirish xonasi bor ekan qo'shimchasiga. Va g'urfatid duyuf, va mehmonxonasi ham bor ekan. Yaxshi ekan. Va biha shurfatun tutillu ala al-hadiqa, va unda bor ekan, o'sha kvartirada bor ekan balkon. Qaragan, qayerga qaragan? Tutillu ala hadiqa, bog'ga qaragan balkoni bor ekan. Lekin ma'al asifi, lekin afsuski, ma'al asaf, bayti ba'idun anil jami'a, uyim universitetdan uzoqdir. Lizalika astayqizu mubakkiran, shuning uchun vaqtli turaman, erta turaman. Hatta la ata'akhkhara an hafilatil jami'a, universitet avtobusiga kecha qolmasligim uchun. Li'anna at-tariqa yakunu muzdahiman fi as-sabah, chunki yo'l tongda tiqilinch bo'ladi. Fa huwa vaqtul amali va ad-dirasa, va u ish va o'qish vaqtida to'g'ri keladi degan ma'noda. Lakin ana sa'idun bi usrati va dirasati, lekin men oilam va darslarim bilan baxtliman sababidan. Va atamanna an a'mala mudhi'an fil mustaqbali inshaalloh, lidhalika ana ajtahidu kathiran. Hozir Xo'p, lekin men buni aytdim va tilaymanchi, umid qilaman deyapti ishlashni. Gapiruvchimi? Hozir 1 daqiqa fe'lini yozaylik. Kelajakda mudian. Hozir 1 daqiqa lug'atga savoraylik shuni. Diktor, gapiruvchi, jurnalist degan ma'noda kelyapti, vallohu alam. Yozib yuboringlar kommentariyalarda, topsanglar. Inshaalloh. Lidalika ana ajtahidu kathiran, chunki men ko'p tirishyapman, harakat qilyapman deyapti. Mashqlarni ochamiz. Hop, thaniyan, ikkinchidan deyapti, rattibil afkara bihasbin nas. Fikr, shu hozir o'qidigan matn hisobiga, matnga ko'ra fikrlarni tartiblagan, ketma-ketligini aytadi. Mana fikrlar berilgan, qaysi biri birinchi o'rinda gapirilyapti. Al-hadisu anid dirasa, bu birinchi emas edi. Al-amalu fil mustaqbal, bu ham birinchi emas edi. Qado al-utlati,
bu ham emas edi. Vasfus sakani, yashash ta'rifi, yashash joyini ta'rifi. At-ta'rifu bin nafs, o'zini tanishtirdi, bu birinchisi. At-ta'rifu bil usra, keyin oilasini tanishtirdi. Keyin darsini tanishtirdi, menimcha. Uchinchisi bu bo'ladi. Keyin ta'tilini tanishtirdi, keyin yashash joyini va oxirida kelajakda mustaqbalini aytdi. Xo'p. Thalithan if'alil matlub, talab qilingan narsalarni qiyin deyapti uchinchidan. Qum biqira'ati an-nassi kamilan fi daqiqatayn. Hozir o'qidik-ku, o'sha matnni yaxshilab o'qiysizlar. 2 daqiqa ichida to'liq o'qib olishinglar kerak. Shunaqa darajaga yetguncha sharhlatishinglar kerak. deyapti. Aydil qiroata marratan ukhra in tajawaztal mudda. Shu muddatdan, ya'ni oshib ketmasligi uchun yana qaytaring deyapti. Xas. Keyingisi do xotton tahta kulli fi'lin varada finnas. O'sha hozirgi o'qigan matnimizdan kelib chiqib har bitta fe'l tagiga chiziq chizar ekansizlar. Demak, bu 2 daqiqaning ichida o'qigan deyapti. Va undan kamaytirsang kamaytirgin deyapti. Oshib ketmasin. Ya'ni undan kam bo'lsa yanada yaxshi sharhlatib deyapti. Endi o'shani qilib bo'lganinglardan keyin robian iqro hadhihi al-fiqrata fi daqiqa. Ushbu matnni 1 daqiqada o'qing deyapti. Qaranglar, o'shani mashq qilasizlar-yu. Endi bu matn harakatsiz kelyapti. O'z-o'zidan yaxshi o'qiydigan bo'lasizlar bu matnni. Shu 1 daqiqani ichida o'qishga bo'lmaguncha mashq qilishinglar kerak. Misol uchun mana o'qiyman. Adrusu fil jami'ati fi sanati al-ula أذهب 5 أيام في الأسبوع وأتعلم في الجامعة لغتين هما العربية والإنجليزية. دب شارلت وقشي لكري. خامسا بشنشدان ضع 5 أسئلة عن الناس على الناس. متنجي كوري 5 savol qo'ying, 5 savol tuzasizlar. O'sha javoblardan kelib chiqib o'zingni tanishtir. Oson bo'lib qolmasin bunaqa. Oilangda nechta odam bor, nechta afroddan tashkil topgan, detektiv va men bilan berasizlar. Va hokazo. Qayerda o'qiysan, nechinchi kursda o'qiysan, shu matndan kelib chiqib savol tuzib yozasizlar. Kommentariyada yozsanglar tekshirib berishim mumkin. Keyin bo'ldi, vaqtimiz tugabdi. Al-vaqtatu as-sabi'a, 7-vaqtani keyingi darsda inshaalloh davom ettiramiz. As-safaru wal muwasalat. Judayam yaxshi mavzu ekan. Idan انتهى درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صابوا لله. كينجي درس كتشان.